Aleyküm hürmetli televizyon köyküçüler. Uyghur televizyosunun gündelik haberlerini görüşünle karşılamız. Amerika Uyghur kırgınçılığı çetişlik Xitayning jamoat xavfsizlik organi ve şirketlerini qartizimlik kirgizdi. İstanbul'da 4. navbatlik etin spor tantarbiya ve medeniyet festivali o'tkazildi. İsrailning shimolida 5000 yillik shahar tepildi. Sağlamlık bilimlerinden tish astirashdagi 7 fuqaro. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Amerika Savdo Ministerligi dushanba kuni Xitoyning 28 jamoat xavfsizlik organi va texnik shirkatlarini savdo qartizimlikka kirgizdi. Bu organ va shirkatlar Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga qartilgan kishilik huquq tafsandchiligi bilan chetishlik deb qaralib, qartizimlikka kirgizilgan. Amerika Savdo Ministerligining hujjatida ko'rsatilishicha, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati va qarmaqidagi 19 organ hamda Xeykang Weishi texnologiya shirkati, Dahua texnologiya shirkati, Keda Shunfi shirkati, Guangxi texnologiya shirkati, Meiya Beike uchur texnik shirkati, Yishin texnologiya shirkati va Yitu texnologiya shirkati qatorliq 8 shirkat bu qartizimlikka kirgizilgan. Amerika Savdo ministri Wilbur Ross Amerika hukumati va Savdo ministerligi Xitoydagi oz sonli millatlarning vahshiylarcha bostirilishiga hargiz yo'l qo'ymaydi deganlarni bildirdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, bu qartizimlikka atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazoratining tarmog'idagi oblastlik va shaharlik jamoat xavfsizlik organlari hamda Xinjiang soqchi instituti kirgizilgan. Amerika amaldorining bildirishicha, bu qarorning bu haftadagi savdo kelishimi bilan munosabat yo'qligini, Amerika hukumatining tasdiqisiz bu tizimlikka kirgizilgan shirkat va organlarning Amerika shirkatlari bilan savdo qilishi cheklanganligini bildirgan. Amerika Savdo ministerligi ilgari Xitoyning Huawei shirkati va uning bilan bog'lanishi bo'lgan 100 dan ortiq shirkatlarni savdo qartizimlikka kirgizgan edi. 3 oktyabrdan 6 oktyabrgacha İstanbulning Atatürk aerodromi maydonida 4 qitimliq etin sport tantarbiya va madaniyat festivali o'tkazilgan bo'lib, mazkur faoliyatda Sharq Turkiston tashkilotlar birligi Uyg'urlar vakolatidan qatnashib, Uyg'ur madaniyati tunishtirilgan ayrim ko'rgazma ochdi. Faoliyatning ochilish murosimiga Turkiya Ma'rif ministri Ziya Selçuk, Dunyo etin sport federatsiyasining raisi Bilal Erdo'g'an, Yoshlar va tantarbiya ministrligining muavin ministri Hamza Yerlikaya, Turkiya sirtidagi turklar va qarindosh turk xalqlar organining raisi Abdullah Aran, Asalla va Beyo'g'li shahar boshliqlari, Adolat va taraqqiyot partiyasining Istanbul sho'ba raisi Bayram Shan'oq, Turkiya televiziyasi bosh mudiri Ibrohim Aran, Turkiyaning futbol cho'lponlaridan Arda Turan, Amri Balizoğlu qatorliq muhim shaxslar qatnashdi. Ichilish murosimida so'z qilgan Dunyo etnik sport tantarbiya federatsiyasining raisi Bilal Erdo'g'an yoshlarga xitob qilib, biz oldi bilan o'zimizning kim ekanligini bilaylik. Bizga oid bo'lganga ega chiqaylik. Bolalar va yoshlar oldi bilan o'zimizga oid bo'lganlarga ega chiqinglar. Milliy tantarbiyalarimizni, musiqiyalarimizni anglanglar. An'anaviy tantarbiyalarimizni unutmanglar. O'z yemeklarimizni, qo'l hunar san'atlarimizni unutmanglar. O'tmishimizga tayanmasak, madaniyat, urf-odatlarimizni qo'g'dab qolmasak, naslimiz yo'qolib ketadi. Etin sport tantarbiya madaniyat festivali orqali xalqimizning an'anaviy ortiqchiligini, an'anaviy qimmat qarashlarimizni, tantarbiyalarimizni, musiqiyalarimizni tonishtirish uchun bu faoliyat uyushtirildi. Bu faoliyat orqali tashlanib qolgan an'anaviy varislarimizni jonlantirishga tirishyapmiz dedi. Faoliyat maydoniga 16 turk xalqlarining chediri qurilgan bo'lib, o'xshamagan sohalarda 60 turlik qo'l hunar san'ati ziyoratchilarga ko'rsatildi. Mazkur faoliyatda Uyg'urlarning madaniyat san'atlarini namoyon qiladigan oila turmush buyumlari, do'ppa, chopan, atlas ko'ylak degandek milliy kiyimlar, chalg'u asboblar va polo, samsa, sangza, non, novat qatorliq yemekliklarni ko'rgazma qo'yildi. İsrailning shimolida tarixiy 5000 yillik ekanligi taxmin qilingan bir antik shahar bayqaldi. İsrailiya Asar Atiqlar boshqarmasi tomonidan e'lon qilingan yozma bayonotda, Arish shahriga yaqin joydagi yo'l yasash xizmatlari jarayonida bayqalgan bu antik shaharning 65 gektar zamin ustiga qurilganligi va taxminan 6000 kishi yashaganligi bildirildi. Bu antik shahar rayonining shaharlish haqida yangi ma'lumotlarni berganligi uqtirilgan bayonotda, dastlabki tush davriga oid deb qaralayotgan bu 5000 yillik shaharda yo'llar va mahallalarning planliq shaklda yasalganligi, ichida ibodatxonaning borligi, shahar atrofining sepili bilan o'ralganligi, shahar xalqining yezi egiligiga va boshqa rayonlar bilan qilgan savdo tijoratga tayanib turmushni qamdaganligi qayd qilinib, bu joyning dastlabki tush davrining Nyu-York deyishga bo'lganligi, minglagan kishi yashaydigan ko'p millatlik va planliq bir shahar deyildi. Shaharni qazish xizmatlarining taxminan 2,5 yil davomlashganligi va bu jarayonda inson va hayvonlarga oid nodir kichik haykallar, ko'za, qochquch parchalari va ba'zisining Misrdan elib kelinganligi taxmin qilingan har xil narsalardan tarkib topgan 4 millionga yaqin yodgorlikning o'tirg'i chiqarilganligi bildirildi. Tish astirashdagi 7 huquq. 1. Olma savzini ko'proq chaynash kerak. Chürük yemekliklar tish cho'tkisiga o'xshash tishning dog'larini tozalashga foydali. Odat yana tarkibida kalsiy, vitamin D va omega 3 qatorliqlar bor yemekliklarni ko'proq yeganda tish va tish milligini sog'lomlashtiradi. Masalan, yeshil yopirmoqli ko'ktat, apelsin turidagi meva, salmon beliqi va sut mahsulotlari qatorliqlar. 2.
Tarkibida kichik suda bor bo'lgan tish pastasini tanlash lozim. Mutaxassislar har kuni oz deganda 2 qatim tish cho'tkalash, eng yaxshisi har vaqt tomoqdan keyin tish cho'tkalash taklifini beradi. Bu tish bilan tish miliki o'tirishidagi yemaklik va bakteriya deg'ini tozalashga yordam beradi. Ojiz ishqorliq suda ziyonli kislotalarni unumli neytrallashtirib, dog'larni tozalab, tish emal moddasini mustahkamlashga foydali bo'lib, oqartish rolini o'ynaydi. Yumshoq tuklik tish cho'tkisi bilan moslashtirib, har bir tishni cho'nqur tozalashga bo'ladi. 3. Tish ipi ishiltish kerak. Tish ipi tish cho'tkisi yetib borolmaydigan tish miliki yo'chuqlarini tozalab, qurtigan tish va tish miliki kasalliklarining oldini oladi. Mutaxassislar har kuni 3 vaqt tomoqdan keyin oldin tish ipi bilan tishni tozalab, ondan tish cho'tkalash taklifini bergan. 4. Tamaki tashlash kerak. Har qanday tamaki buyumi eg'iz bo'shliq to'qilmalarini zaxmlantiradi hamda tish rangini o'zgartirib yetadi. Tamaki yana immunitet sistemasini ojizlashtirib, tish miliki yo'qolishini keltirib chiqaradigan bo'lib, tish va tish miliki davolashni qabul qilgandan keyin saqayishi intayin qiyin bo'ladi. 5. Eg'iz chayqash suyuqlik ishiltish kerak. Har kuni retseptsiz eg'iz chayqash suyuqlik ishiltish yemaklik qoldiqlarini tozalashga yordam berib, tish bakteriya deg'ini azaytib, tish miliki yollig'ini oldini olg'ili yoki azaytqili bo'ladi. 6. Har yili 2 qatim tish doktoriga ko'rinish lozim. Tish doktori dastlab tish miliki kasalligining alomatlarini bayqay oladi. Kasallik ahvoli og'ir bo'lishidan ilgari vaqtida davolashga bo'ladi. Yana kalsiylashgan qatmalarning tishdagi deg'ini to'liq tozalay oladi. 7. Ko'proq sut va suv ichish lozim. Odam badanidagi 95% dan yuqori kalsiyning hammasi so'ngak va tishda bo'ladi. Sut ichganda kalsiy to'liqlab, tish va so'ngakni kuchlantirgili bo'ladi. Suvni ko'p ichganda yemaklik va bakteriyalarni eqitib ketib, ularning tomoqdan keyin tishga yepishib olib, kislota paydo qilib, tishni chirtishning oldini olg'ili bo'ladi. Agar tomoqdan keyin tish cho'tkalashga yoki tish ipi ishiltishga bo'lmasa, 1 stakan ilman qaynoq suv ichishmi eg'iz bo'shlig'ining sog'lomligini saqlashga foydali. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.